Bu ko'ylagimizning sifatini bilgan klientlarimiz bilishadi. Italyanskiy Batistdan shunaqangi novinka bo'lgan ko'ylaklarimizni Ira Fashion Optim do'konimizga olib kelib qo'ydik. Qiziljo'li do'konimizga novinka bo'lgan ko'ylaklarimizdan ham ko'p assortimentni olib kelib qo'yganmiz. Qaranglar, qanaqangi chiroyli ko'ylaklarimizdan kelgan. O'zingizlar do'konimizga kelib, ko'ylaklarimizni ko'zingizlar bilan ko'rib ketmasanglar bo'lmaydi. Agarda kela olmasanglar, bemalol Instagramimizga kirib, obzorlarimizni ko'rsanglar bo'ladi. Cho'zib o'tirmasdan men sizlarga o'zim shu kiyib olgan ko'ylagimni ko'rsataman. Juda ham chiroyli bo'lgan, shunaqangi shampanskiy rasvetkada ko'ylagimizdan kelgan, oldi qismlari Swarovski toshlar bilan bezatilgan bo'ladi va shunaqangi tuymachalari bor. Yeng qismida rezinka bo'ladi va krujavalar bilan bezatilgan. Ikkita chetida cho'ntaklari bor. Qiziljo'li pastki qismlari qo'sh etek bo'ladi. Buni biz ikki xil rasvetkada olib kelganmiz. O'zim kiyib olgan shunaqangi shampanskiysi bor va bu yerda ko'rishingiz mumkin. Yarki izumrudniy rasvetkasida olib kelganmiz. Yashil. Mana qaranglar, qanaqangi yengilligini bemalol yuvib kiyurasizlar qiziljonlar. Razmerlariga keladigan bo'lsa 38 dan 48 gacha turk razmerida, o'zbek razmeri kelib chiqish uchun 6 qo'shsanglar bo'ldi. Hammanglarni Ira Fashion Optim do'konimizda kutib qolamiz. Kelolmay qolsanglar, butun O'zbekiston bo'ylab dastavka ham qilib beramiz.